Hoji aka, to'g'ri, chala ustalardan yomon charchadim. Cho'tki qilib, iltimos, lomba zo'r qilib bering, nima olib kelib bering, nima narsa kerak sizga? Xudo xolasa ko'ngildagidek qilib beramiz. Hı. Sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Hı. Hamma xarajatni o'zimiz qilamiz. Bizda obyomni bering, obyomni qabul qilib oling bu. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Sir bo'lmasa, bir kunda necha kvadrat joy urasizlar? 150-200, o'rtacha 150 bir kunda qilamiz. Bir kunda? Kunda obyom. Oldingidaqa loy toshi, o'ragarchilik, tashqarilar iflos qil, unaqa narsalar yo'q. Hozir buni qildirsam menga nima qulayliklari bor? Aka, buni qildiradigan bo'lsangiz, sizga tomingizga anchagina yengil bo'ladi. Yozgi kunida ko'rasiz issiqda holatini. Issiqda qalinligiga qarab o'zida ushlab qoladi. Yozgi kunida yuzni anchagina salqin qildiradi, effekti sizga anchagina seziladi. Xo'p, narxini ayting. Bizga arzoni, qulayi, klientlar ko'rayotganda shuni telefon qilsin, reski. Akalar kelib Hozirgi ketsin deb. kunda vodiydagi narxi 45 ming so'mdan boshlanadi. Hop. Qalinligi 5 sm dan 7 sm gacha bo'ladi. Hop. Qalinligiga qarab narx-navo o'zgarib ketadi. Bo'pti. Toshkent vohada bo'ladigan bo'lsa 55 ming so'mdan boshlanadi, qalinligi 5 sm dan 7 sm gacha qo'yiladi. Boshqalarning mahsuloti bilan sizning mahsulotingizda nima farqi bor aka? Mahsulot hisobda bir xil. O'sha qo'shiladigan sement, qum bir xil. Faqat retseptini biz o'zimiz ustimizda o'rganganmiz. Ya'ni qayta ishlab, buni olib kirgan bola o'sha mahallamizdan bo'ladi. Bizdan 1 yil oldin olib kirgan. Hurmat qilamiz, mana bu keldi, hamma kattalardan bo'ladi. Biz faqat ishlaganmiz, xalqqa manfaatli bo'lsin deb shuning ustidan yana ishlaganmizda, o'zimiz bilamiz endi bu retseptini. Bundan bilishadi, hozir YouTube'da ko'rayotgan bo'lsalaring, biz devorni ham qilib chiqamiz. Uy ko'taramiz, xudo xolasa. Yulduzda 5-6 ob'ekt ketyapti. 2 yil tura qilib uydan chiqarganman. Xullas o'rtoqlar, agar sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, original sifatli mana degan zo'r ustalarni topib qo'ydim, xudo xolasa. Tezda pastdagi nomerlarga murojaat qilamiz. Yana boshqa qiziqtirgan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, hammasiga javob berishadi. Qani, ketdi. Videoga like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin.